ham ilm, ham tijorat. Marfdan Bag'dod taraflarga qaytdik. Bu joylar tabarruk maskanlardan. Necha buyuk sahobalar qadami yetgan va Imomi A'zamdek o'rnini bosib bo'lmaydigan mushtahid olimlarimizning izlari qolgan joylar. Keliboq bozorga bordik. Keltirgan yuklarni omborga joylab savdo sotiqni boshladik. Ulgurchi baholarda ko'p kishilarga tarqatganimizdan so'ng uyimizga qaytdik. Hali ertaga yana qancha ishlar bor. Boshqa karvonimiz yo'lda. Uni ham tartiblab, buyurtma berganlarga sotishimiz kerak. Namozdan so'ng ilm majlisiga bordik. Ko'p olimlar u yerda jam ekan. Qizg'in bahs va munozara va ularga topilgan yechimlardan so'ng majlis tugab tashqariga chiqdik. Majlisda ko'rganimiz ahli ilmlar, biz tanigan va tanimagan, yana boshqa mamlakatlarda ko'rishgan, anchadan buyon uchrashmagan olim insonlar bizni kutib turgan ekan. Ular Abdullohga e'tirozomuz murojaat qildi. Ey Abu Abdurrahmon, siz ham ilm, ham tijorat qilasiz. Sizdan o'rnak olgan tolibi ilmlar bozorga chiqib ketib, dars qilmay qo'yishlaridan qo'rqmaysizmi? Yana sizdek bir olimga bozorlarda yurish yarashadimi? Bir olimda ham ilm, ham tijorat qanday jam bo'lsin? Abdulloh ularning so'zlarini diqqat bilan tingladi. Ularni xotirjam o'tirishga taklif qilib, qiyomatgacha keladigan insonlarga ilhom beradigan va dars bo'ladigan so'zini aytdi. Haqsizlar. Bu ikkisini jamlash oson emas. Ammo aytingchi, olimlarning, tolibi ilmlarning, boylarning eshigi va sultonlarning dargohiga bir nima umid qilib borishi yarashadigan ishmi? Men o'zim va atrofimdagilar ilmni xorlab, birovga muhtoj bo'lishini istamaganim uchun tijoratdan hech voz kechmayman. Ustozim Imomi A'zamga bu ishda ham qattiq ergashaman. Yaxshilab o'ylang. Mabodo olim kishi tijorat qilsa, ilm qolib ketadi deyishadi. Agar faqat ilm qilib, o'qitganiga pul olsa, hadyalar olsa, odamlardan kutmasdan o'zini ta'minlasa, bo'lmaydimi deyiladi. Insonlar na issiqqa, na sovuqqa chidaydi. Men esa olimlarga va tolibi ilmlarga o'zlariga bildirmasdan yordam berishni yaxshi ko'raman. Bu ishni din ravnaqi va ummatning salohi uchun qilaman. Atrofga qarang. Qancha g'ayridinlar dinlarni yoyish uchun olimlarga hisobsiz pullar ajratib, hatto bizning musulmon diyorlarimizgacha jo'natyapti. Dahriylarga ham atrofdagilari oltin kumush berib, falsafachilarning buzuq e'tiqodini yoyishi uchun harakat qilmoqda. Nima uchun bizdan ham g'ayratlilar tijorat qilib, dushmanlarning noto'g'ri ta'limotiga qarshi so'zlaydigan, ularning xurujidan bizlarni himoya qiladigan ilm ahllariga pul bermasligi kerak? Nima uchun din, e'tiqod, qadriyatimizni asrash uchun umrni sarflayotganlarga xizmat qilmasligimiz kerak? Kelajak avlod ham bizdek ilm ahllarini e'zozlasa, ilm ololmasa, moli bilan e'tiqodi butun, ixlosli va ilmi baland olimlarga xizmat qilsa, dinimizda ming yillab buzilishlar, ummatda bo'linishlar bo'lmaydi. Sizlar bilan ko'rishganimizdan xursand bo'ldik. Endi aybga buyurmaysizlar, ozgina hisob-kitoblarimiz bor edi. Xayrlashib, tezda uyga keldik. Hisob daftarlarini Sodiq bilan birga ko'rib chiqdik. Qilingan foydadan katta qismini ehson uchun ajratib, qolganini yangi yuklar uchun taqsimladik. Shu bilan hamma yana o'z ishiga mashg'ul bo'ldi. Ammo kamina va u yerda yig'ilganlarning miyasida aylanib, tahlil qilinayotgan o'ylarning adog'i yo'q edi. Uning sog'lom niyati ortidan qiladigan amallarining foydasi nafaqat bugun, balki kelajak uchun ham tegib turgani hayratlantirsa, ayni damda hatto ilm talabidagilarning da uni yaxshi tushunmasligi g'amga solardi. Uning so'zlari mana shunday tafakkurga undar, insonlarni o'ylashga majbur qilib, oqibat odamlar hayot yo'llarini yana bir bor ko'zdan kechirib chiqardi.